Assalomu alaykum. Obunachilar. Tovuqlarni bitga qarshi sprey sepamiz. O'tsin yorma spreyi. Bitlab ketibdi hammasi. Shu bir atrofga qilib qo'yamiz. Videoga like bosib qo'yasizlar. Unda bo'lish esdan chiqmasin. Hammasini sprey bilan sepib tozalab chiqamiz. Sen boshladik. Parmağınız. Qanotini ostiga sepamiz. Qochib ketdi. Ishlab oldik. Nima? Dur. To'xtang. Bezatamiz. Mana. Yeriga. Buyam sepamiz. Bitti bo'ladigan joylarga sep qo'yamiz. Mana. Bo'ldik. Hamma yoq. Hammasini qilib hech mazasi bo'lmay qoldi. Hech qo'ydim, bu yaxshi. Bitiga ham e'tibor berasiz tovuqlarni. Hozir sezon issiq kelyapti, bitlaydi yomon. Qana. Molxonaga ham tozalab, kul-pul sepib, bu qilib yotadigan joylarni atrofga qilib qo'ysanglar, yaxshi. Hozir boradi bu bit. Mayli, xayr, sog' bo'linglar. Ko'rishguncha. Tovuq. Bekinma. Atrofdan yana 7 kundan keyin yana bitta qilish kerak. Tuxumdan chiqqanlari ham bo'ladi-da keyin. Bitini. Tuttum. Ko'ki shashlarni oyoq kiyimiz tushib ketadi. Bo'ldi, shir.